Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, sog'lom yuribsizlar. Xudo xolasa bugun 2026-yil 1-aprel haftamizning chorshanba kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani Ruslan metani yetganmiz yurtdoshlar. 380 trassani bo'yida yurtdoshlar bilasizlar, shunday qaror chiqqan 1-apreldan boshlab yoqilg'ilari, sigaret, alkogol mahsulotlari hammasini plastik karta orqali Xudo xolasa savdolasizlar. Nima desa naqd pul taqiqlanib qo'yib yurtdoshlar. Görüp durganlarınızda Ruslan metana gelmiş. Bunda yine Milli Bank xodimlari Allah ziyadasini gelip Xudo xolasa yine yurtdoshlarımıza plastiklerini berib turibdilar. Men o'zimdan plastikim yo'q edi. Yine men toza plastikli bo'ldim. Hozir telefonuma ulab ishlatib jatib berdilar yurtdoshlar. Xudo xolasa videomiz davomida sizlarga manfaatli bo'ladi. Ko'rsatib boraverasizlar. Og'alarimiz kuyib turibdi. Faqatgina plastikga savdo etilib turibdi. Ko'pchilik endi naqd pul bilan gelmeysizlar lozim bo'lsa yurtdoshlar naqd pul bilan gelsanglar beda xolasanlar shu plastiklarni ham ochib beradi ekan og'alar. Yurtdoshlar bemalol kelaverasizlar yana. Ata plastikdan sotib tursang yana 19 soat yurtdoshlarimiz uchun valyuta kurslarini aytib o'tamiz. $130 yurtdoshlar 1.212.000 so'm bo'lib turibdi. O'zgarmagan Rossiya rublimiz 147.000 so'm yurtdoshlar, Qozog'iston tengamiz 24.500 so'm bo'lib turibdi. 4.900 so'mdan metallarimiz quyib berilib turibdi yurtdoshlar. Yana gap bo'lishi mumkin emas. Men hozir o'zim sizlarga ko'rsataman. Yana Milliy bankdan men hozirgina karta ochtirib oldim. Meniki noyabrda o'tib ketadi yurtdoshlar. Endilikdan buni ichine pul solamandan bemalol o'zimni mashinama metallarni quysam bo'ladi yurtdoshlar. Sizlar ham kelsanglar, og'alarimiz yana plastiklarni resini etib beradi. Yana ko'rib turgan bo'lsanglar, o'sha yana taxlab berib o'tiribdilar yana shunday etib. Yana Xudo xolasa sizlar ham shu tayyor plastiklarni olib ketsanglar bo'ladi. Keyin bemalol metallarimiz bo'ladimi, benzin bo'ladimi, bemalol quyib ketsanglar bo'ladi yurtdoshlar. Benzin narxlariga kelsak, 91 markali benzinimiz yurtdoshlar 11.500 so'mdan 11.200 so'mdan bo'lib turibdi. 92 benzinimiz 10.500 so'mdan 10.800 so'mdan bo'lib turibdi yurtdoshlar. 95 benzinimiz 14.500 dan 14.800 bo'lib turibdi yurtdoshlar. 98 benzinlarimiz ham bor 15.000 15.200 so'mdan bo'lib turibdi yurtdoshlar. Takslarimiz quyib ketib turibdi yana yurtdoshlar. Xo'p, propanimizga kelsak 6400 so'mdan bo'lib turibdi. Sizlarga shunday yangilikni yetkazib borishda davom etamiz yurtdoshlar. Kanalimizga yangi bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Sog' salomat bo'lasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha yetkazgan oqlaringizga rozi bo'linglar.